amaliyotda ko'p uchraydigan holat bir shaxsga nisbatan huquqbuzarlik sodir etiladi. Huquqbuzarlik sodir etilgandan so'ng jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni javobgar shaxs ixtiyoriy qoplab beradi. Ammo o'sha sodir etilgan huquqbuzarligiga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan, tergov organlari tomonidan tegishli ravishda jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Misol uchun shaxsga o'rtacha tan jarohati yetkazildi va o'rtacha tan jarohati yetkazilgandan so'ng jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni ixtiyoriy ravishda davolanish uchun ketgan xarajatlarni, tibbiy xarajatlarni hammasini javobgar shaxs, ya'ni javobgarlik masalasi ko'rilayotgan shaxs ixtiyoriy ravishda qoplab berdi. Davolanish uchun ketgan xarajatlarni, yetkazilgan moddiy zararlarni hammasini qoplab berdi. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Yetkazilgan zararni qoplab bersa va jabrlanuvchining hech qanaqa e'tirozi bo'lmasa, javobgar shaxsga nisbatan ham jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan aybdorlik masalasi ko'rilishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Endi shuni to'liq sizlarga tushuntirib o'taman. Yarashilganligi munosabati bilan jinoyat ishini tugatish degan masala bor jinoyat huquqida. Shunga asosan agar shaxsga nisbatan yetkazilgan zarar, ya'ni tan jarohat Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismida nazarda turgan tarkibni beradigan bo'lsa va jabrlanuvchini javobgar shaxsga nisbatan hech qanaqa e'tiroz bo'lmasa, da'vosi bo'lmasa, dastlabki tergov organiga javobgar shaxs bilan yarashilganligi to'g'risidagi murojaati bilan bu holat yarashilganligi munosabati bilan tugatilishi mumkin. Ya'ni Jinoyat kodeksining 66-moddasiga asosan tegishli jinoyat sudi chiqargan ajrim orqali aybdorlik masalasi ko'rilmasligi mumkin. Ya'ni shaxs javobgarlikka tortilmaydi, javobgarlik topilmaydi. Jinoyat kodeksining 66-moddasiga asosan bu shaxsga nisbatan javobgarlik masalasi ko'rilmaydi. Endi yana ko'p uchraydigan savol, jabrlanuvchi bilan javobgar shaxs o'zaro kelishuv amalga oshirdi, lekin kelishuvni shartlari o'sha shaxsni aybdorlik masalasi to'liq hal qilib bo'lingandan keyin, ya'ni yarashilganlik to'g'risida kelishuv amalga oshirib, bu tegishli ravishda rasmiylashtirib bo'lingandan keyin javobgar shaxs tomonidan amalga oshirilmadi, ya'ni shartlar bajarilmadi. O'zaro kelishuvga asosan to'lanish kelgan, misol uchun mablag'lar to'lanmadi va undan keyingi o'sha kelishuvda belgilangan majburiyatlar bajarib berilmadi. Bir necha marotaba jabrlanuvchi bu bo'yicha murojaat qilgan taqdirda ham, ya'ni shaxsga nisbatan o'rtacha tan jarohat belgilari yana keyinchalik saqlanib qolgan bo'lishi mumkin, surunkali qandaydir kasallikka chalinib qolgan bo'lishi mumkin shu yetkazilgan tan jarohat natijasida va bu albatta qandaydir xarajatlarni keltirib chiqaradi va bu xarajatlar albatta javobgar shaxs tomonidan qoplab berilishi kerak. Ammo bu xarajatlar qoplab berilmaydigan bo'lsa, lekin aybdorlik masalasi to'liq hal qilib bo'lingan, ya'ni yarashilganlik munosabati bilan jinoyat ishi tugatib bo'lingan. Endi bu holatda rasmiylashtirish jarayonini qanday amalga oshirish kerak? Shu bo'yicha tushuntirish berib o'tamiz. Birinchi o'rinda o'rtadagi kelishuvni yozma amalga oshirish kerak. Misol uchun $5000 pul berilishi to'g'risida kelishuv amalga oshiriladigan bo'lsa, ya'ni zararni qoplash sifatida o'sha o'rtadagi kelishuvni amalga oshirish uchun $5000 jabrlanuvchi $5000 pul talab qilyapti. Bu $5000 pulni rasmiy ravishda kelishish kerak. Ya'ni kelishuvda shu narsani keltirilishi kerak. Misol uchun endi tan jarohat misoli bo'yicha tushuntiryapmiz biz. Misol uchun menga nisbatan shu shaxs tomonidan o'rtacha tan jarohat yetkazildi va buni natijasida menga nisbatan shunaqa zarar yetkazildi. Va bu jarohat natijasida men yil davomida shuncha xarajat qilishim mumkin, davolanish uchun shuncha xarajatlar qilishim mumkin. Shu sababdan shu xarajatlarni umumiy miqdorda qoplab berish uchun menga nisbatan shuncha summa to'lab berish majburiyatini yuklash to'g'risida shu o'zaro barcha tafsilotlar yozilgan holatda kelishuv amalga oshirilishi kerak. Yozma ravishda o'sha video syomka orqali rasmiylashtirilsa ham bo'laveradi, uni masalasi yo'q. Rasmiylashtirish kerak va keyinchalik agar jabrlanuvchi shu kelishuvda ko'rsatilgan majburiyatlarni talab bilan chiqqanda uni undirib olish masalasida va uni nisbatan bu holatga nisbatan qonuniylikni ta'minlash masalasida bemalol tegishli organlarga murojaat qilishi mumkin. Agar sizga professional advokat va yurist xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.